Yaxşımısınızlar dostlar? Unda olsa biz bo'lsak dersimizde g'ijjakninki baş qismi, ya'ni mana quloqlar o'rnashgan bo'likni yasashni so'zlab o'tamiz. Unda bo'lsa dersimizni diqqat qilinglar. Avval biz mana udul ko'rinish kiraylik. Endi biz qarasak mana shaklning o'zimi bir silindrsimon shakldan o'zgarib chiqqan shunday naqshlarni hisob qilmaganda bu bir silindrga tabi. Silindrsimon jismni biz o'qi nisbatan simmetrik shakl deb ataymiz. Unda bo'lsa biz bu shaklni yasab chiqaylik. Ya'ni siziqsiz qo'ralni tanlab olgandan keyin mana 3 holatda, kubik holatda. Şekilninki amal var. Şu asla altıda silişe dikkat qilinglar. Bo'lsa bitgan vaqtdagi shakl sizilgan shakldan o'xshamay qolish ehtimolligi bor. Okey, unda bo'lsa biz mana o'tirib to'g'rilaymiz. Undan mana shaklninki yaxshi chiqmay qolganlar bo'lsa ta'kidlab amalga yaxshi chiqarishtirishimiz. Bo'ldi, shunaqa. Miya asli mana bu padaninki bevosita tutishga erkani bo'lganda biz buni shpetlam olaylik, tuzlam olaylik. Undan birga qo'yaylik. Buni siz bo'ldik, siz bo'lgandan keyin shunning o'zini biz shaklga aylantiramiz. Qaranglar, unda bo'lsa oldingi soat darsimizda ko'rgandik biz bu buyruqni. Mana bu NURBS model shunaqa. Men buni NURBS aylantirib bo'lgandan keyin NURBS model yasab bo'lgandan keyin yasab bo'lganning o'zini, ya'ni shuni polygon aylantirib shunaqa. Biz buyruqni ichida bevosita polygon model chiqara olamiz. Ya'ni polygon. Müşten şekilleri bo'yicha bir chiqib boqaylik avval. V'ni men 2 ga tirab qo'yay.
Ben bu böyle hata kiratdım ben. Neyim boldu ki deptim etik. Boldu ki deptim ben. Böyle çön. Bunlar bizge bunday şekilde birini çıkıp geldi. Udul çütken olsa ki mandaqqa yani mavu U yönelişninki segment sani sel tömü qoptu. Şuna bu qarasaq miyeninki aylanma şekli çıkmay qaptı. Sonuç için ben bunu üçürdüp qaytdın ama U'ni 2 qıp baqay. 2 qısaq herhalde yaman emas. Şuna qo'y. Herhalde yaman emas. Doğrusu azıcık işni bo'ldi qilib turaylik, shunami? Mush bo'ldi. Endi bunun tarifini jugatgandan keyin men siziq nomor olqamda deb buni jugataylik. Endi keyingi qadamda nima ish qilamiz degan vaqtda buningki mana ustida yana shaklni ko'rib qo'yaylik. Ustiga qarasak mana bir kavachisi bu mana ustidagi naqsh bilan ostidagi naqshga yaqin kelgan shunaqa. Shunday bir teshik borki. Biz bu teshikni teshib chiqaylik. Bo'lsa, avval teshikning o'rnini belgilaylik. Ya'ni mush siziqni biz ustidagi o'rin deb belgilaylik. Mana siziqni ostidagi o'rin deb belgilaylik. Shunday bo'lganda dal mana mush o'rin. Shunaqa misha teshik bo'ldi. Endi menga qaranglar, bulunga bunday kelib qolsa bo'lmaydi. Oldinqadan bir degan g'o, aylanma bo'lishdagi sigiyaga ikkita siziq bunda o'tlik kelib qolgan vaqtda xatolik kelib chiqdi. Shuning uchun men buni o'zgartirdim. Undan ma ichidagi chekitlarni shu deyilgandan chekitlarni biz mana surves segrek kelib qolgandan keyin pastga tushirsak mashikisini yaqinlasak ustiga ko'tarsak mana o'xshash tayyorlasak bu nihoyatda yaxshi bo'ldi. Chiroyli shakl keldi. Endi men bularni ulab chiqay. Avval men mana itutaya. Endi ulaylik. Ya'ni bu yerdan bu yerga, bu yerdan bu yerga. Bu yerdan bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga shunaqa. Mana o'xshashlar bu yerda, bu yerga, bu yerga. Buna o'xshash usulda bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga shunaqa. Shundan mana o'rni asli bo'ldi. Endi men bu yerga bir segment qo'shib qo'yib turaman. Astig'im shu. Miyada bir masala bor. Qanday masala degan vaqtda miya bir 5 bulon. Miya 5 bulon. Miyadan o'xshashlar masala bor. Biz bu masalani cho'qim hal qilishimiz kerak. Ya'ni qanday degan vaqtda men avval miyaga bir segment qo'shaylik. Segment qo'shdim. Endi mashinaning o'zini men miyaga ulab chiqsam bo'ldi. Tamam. Bo'ldi.
Materialdan o'xshash. Bundan bu yerdan bu yerga. Aslında o'xshash. Bu yerga birini qo'yib olib turib, segmentdan Şimdi misiyeden başlap çıkan başında segment qo'shishimiz kerak. Şimdi ma'lani kichiltishdan burun buni o'xshashlar surface şekilde tanışıp böyle ma'lani şu kichiltib üstüge yükleyip maş kısmı sel çoğaltaylı. Üstünkinin o'xshashi maş kısmı kichiltib maş kısmı azroq kichiltaylı yandan maş kısmı sel pastga tushirib maş kısmı sel cho'ngaytayli. Shunga bilan maş shakl doğru oldu. Şimdi biz bundan maç şekilde görüp bakayım. Qarasaq, ama to'g'risi şekilde görsek mi bu yerda üstüge chiqib olgan yoki petib kirib ketgan şekilde yo'q shunaqa. Shundan yaxshisi. Endi biz bu siziqlarni yeyishtirishimiz kerak. Ya'ni bu siziqlarni tanlab yeyishtirsak texmi chiroyli qilishadi. Aslida o'xshash. Shundan bu birinchi xizmat tamomlangan bo'ldi. Endi mushuni aylanmani tanlab olib, mush qirni tanlab olgan mush qirning o'zini biz ma'ni bir o'zgartirlar, ma'ni bunu bir yeyishtirib o'tmasak bo'lmaydigan. Yeyishtirib endi buni extrude'ni qo'y ichiga. Buni avval men surface'ni bekor qilib endi ichiga tiqsam, ichiga tiqqandan keyin bu teshikning o'rni chiqdi. Buning o'rnini men qanchalik belgilayman vaqtda taxminan nechaga kasb bo'ldi shunaqa. Endi mush ichidagi aslan qismininki to'shaklarni ititayli. Yine bu yerdan boshlab bu yakcha, bu yerdan boshlab bu yakcha tanlab olgandan keyin oldin qatam buyruqni biz o'rgangan shunaqa. Hozir mana 5 bo'lsa 1 2 3 4 5 ama bu chuqur 3 bo'lsa bo'lgan. Qaranglar. Bunda aytildi, bunda aytildi, bunda aytildi. Men qilib qolgan o'rni yana 4 bursak bo'lalaydi shunaqa. Endi bu yana tanlab mana bu fill hold. Bu kavachni itilgan buyruq. Bu yerdan bu yerga bir yerdan bu yerga bu yerdan bu yerga. Endi bu yerga chiqilmaymiz chunki mana bu hozir mishning o'zila bir 4 bo'lgan. Shuning uchun bu mish bir qiyqasi bo'ldi. Bu tarafdan o'xshash. Shundan bu yana it bo'ldik. Endi
aslan qisminingki segmentini tasaylı. Yani biz bu opiyatı qaldırıp qo'ysak, mesele ko'rilib chiqadi bundan. Smooth qilgan vaqtimizda mana shu shaklda tortishib turgan qo'laymiz burada. Shuning uchun men bu aslan qismini to'liq bir tanlay. To'liq tanlab bo'lgandan keyin endi mush o'rinni bir extrude qilaylik. Extrude qilib bo'lgandan keyin buni offside, ya'ni offside qilsak, qaranglar. Bu ama ichiga yurishib kirdi shunaqa. Men mush unumga erishmoqchidim. Shuning bilan aslan segmentda asosan tanishildi. Endi bu yerga yana bir qurib ketadi segmentdan. Bu yerga qo'yib oldik. Bu yerga birisi zarur bo'ldi. Qo'ydik. Endi mana ichirikilari ichiga iki 3 bo'lsin, 3 bo'lsin. 3 yetadi. Endi mana o'rni bir xil qirliq qilib qoldi shunaqa. Ko'rib boqaylar. Mana o'lgan vaqtda mana qarasak bir qirliq. Ben bunu çoxum mouse'ni yeyiştiriyorsamlar, mana bu yerinki şekli texmi chiroyli bo'lsa, bo'pti. Mana ichini shu. Bo'ldi. Shuning bilan mana bosh qismini yasash bir şeyde tamamlandı. Miyaga ozroq segmentlarni qo'shib o'taylik. Mana shuning bilan bezakninki bosh qismi bitdi. Endi buni mana o'dillab qo'ysak ham bo'ldi. Endi biz avval buningki merkez o'tirak qo'yaylik, ya'ni center pivot. Bu nerede desek, modify mana bu yerda. Bundan keyin buni bu yerga yan to'lovni qanday tanishamiz degan vaqtda men taxminan qilib qo'ysam bo'ldi, lekin buni qilsam eng o'lchamlik bo'lmaydi. Nima deganda bu aman taxminan bo'ldi bu. %100 bo'lmaydi shunaqa. Buni qilsak eng yaqinlashtira olamiz. Maniki o'dilligiga eng yaqinlarlik eklaymiz, lekin 100% bo'lishini ataymiz. Shuning uchun ma'ning yan to'liqni ko'rib olaylik. Masalan, buningki X qaranglar, rotate X 6.1328 ga men shuni ko'chirib, ma'ning rotate X ga chaplab qo'ysamlar, mana bu haqiqiy shundan bir yo'nalish bo'ldi. Shundan ma'arliq kavachini itaylik. İçeri kirib ketsa bo'ldi. De ozroq ustiga bekitib ketmasini ozroq chiqsa bo'ldi. Chiqib bo'lgandan keyin şunun bilan bosh qisminingki modeli mishada tamomlandi. Endi miyada motorninki tegishib turadigan bir yer bor, miyada bevosita tegishib turadigan bir yer bor. Bu yana yasaydi. Ya'ni mush o'rin. Buni mana tanlaymiz. Face şekilde tanlayalım. Talab bo'lgandan keyin kontrolni bostirib mouse'ni o'ng ko'rgisi bosgandan keyin to vertex. Sonra men tanlagan narsalar, tanlagan bu yuzlar chek tanlanishni qo'y, chek tanlanishga o'zgardi. Buni yapaloq qilib astidagilarni bekor qilib qo'yaylik. Bularni yapaloqlashtirib pastga shunday kelsa
Oldu. Başka sızık. Masıqni men alalım yeyiştiresim bu. Manım şu. Şunu bilan bitti. Kerak dersimizde mana sımızlaymiz. Sımız qamoqimizdan mana o'xshash qo'poliyadi itlib ketadi. Yana hozir sımızga kirib boqaylik. Mana sımız qilsak bu shunda chiroyli shaklga keladi shunaqa. Mana sal keyinda qolibdi. Ozroq olib qo'yishimiz kerak ekan. Siraqla. Okay. Shundan bilan bu bitdi. Undan bo'lsa keyingi soat darsimizda bu quloqninki o'rnatilgan, kirgizilgan teshikni teshishni ko'rsatib qo'yamiz. Undan bo'lsa bu soat dars mana bu yerda yaqinlashdi. Xo'sh, keyingi soat dars ko'raylik.